Assalomu alaykum. Endi navbatni qizlarimiz ijrosidagi Assalomu alaykum lafziga bersak, marhamat dinlab tomosha qiling. Baxtiyor o'g'il qizlar, nechun keldik bu yerga, nechun bor yosh ko'ngilda? Bugun bizga quvonch, yurakka shodlik qilgan, sohalik bayrami bizda bugun keltirgan. Hamda qilib savodxon bo'lib oldingiz chunon. Alifli boshqash alam yo'g'i yo'g'oz, fasli ziyonlarni bolam saqlash. Alif berajaqlarni barabar qasdchani kelar bizga mehmonga, shu joy makonga. Assalom bolajonlar, aqlli so'z buloqlar, bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak. Ayting qani, nelar qildingiz, ne sirlar o'rgandingiz, menga sovg'a bo'lsin deb nelar tayyorladingiz? Chiziqcha chizishni, o'qishni va yozishni, husni xudo qog'oz seni o'rganing faqat. Ayting qani so'zlasin, bolajonlar so'zini eshitay mazza qilib.
Olur açık. Alam taktika buning yashil simgerli kitob ta'sirati bedeli tutdi. Aziz tomoshabinlar, endi esa navbatni Hikmat o'g'li Ro'majonga bersak. Marhamat, tomosha qiling.
Marhamat, tomosha qiling. Şihat bilan
Mana biz navbatdagi so'zni
Hozir sahnaga Alifbe kitobini taklif etamiz va o'z tilaklarini aziz bolajonlar bildirishlarini iltimos qilamiz. Marhamat, sahnasiga muntazir. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish yozishni bilgan, aqlingiz ham rassosiz. Xayr, xayr bolalar, meni sira unutmang. G'ayrat bilan o'qingiz, nasihatim unutmang. Endi sakkizoqlarimiz ijrosidagi qizim raqsiga bersak, marhamat, tinglab tomosha qiling.
ijrosidagi Dasht qilaman qo'shig'iga bersak. Marhamat, tomosha qiling. Aziz tomoshabinlar, endi esa navbatni yangi O'zbekiston qo'shig'iga bersak. Marhamat, tomosha qiling.
hurmatli aziz onajonlarimiz, mehribonlarimiz, aziz ustozlarimiz, shirindan shakar bolajonlarimiz, bugun shunaqa chiroyli bir tadbirni hammamiz guvohi bo'ldik. Buning uchun biz Xadichaxon ustozimizga rahmat aytamiz. Ular to'g'ri ayoldi, sizlar bolajonlar yozishni, o'qishni bilmasdi. Mana hozir ko'rib turibsizlarki, juda qaqajon bolajonlar bo'ldi. Buni tagida juda ham ko'p mehnatda yotibdi, ustozimizni mehnati. Hadichaga bundan keyingi ishlarda ham ulkan zafarlar tilaymiz. Bunaqa jajji bolajonlarni yetishtirib, yanada ko'p bolalar yetishtirib chiqishga umidvormiz. Kelajakda bolalarimizdan vatanimiz uchun xizmat qiladigan insonlar bo'lib yetishiga tilakdoshiman. Hammalarni kelajak 2016-yil yangi yil bayramidan tabriklayman. Hammalar oilaga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hozir endi bolajonlarimizni mening birinchi o'qituvchim va ustozini diplomi bor ekan. Shu bilan taqdirlaymiz. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 9-maktab tasavvurdagi o'rta ta'lim maktabining 1-D sinf o'quvchisi Salomov Samirga namunali xulqi uchun Alifbey bayramidagi faol ishtiroki uchun diplom bilan taqdirlanadi. Salomov Samirbek o'g'limiz, mana Samirbek o'g'limiz, tinaqa baraka tabriklayman. Muzika o'tkazilmas ekan. Murodova Arjan hammamiz barakali oxirgi qasd bilan taqdirlab turamiz. Onajonlar, barakali.
Salom bolajonlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sizlarni uzoq shimoldan, bayramdan tabriklagan keldim. Sizlarga alangali salomlar aytib o'tdi. Ayri, bo'ri, onajonim kelmas salomlar. Onajonlar she'rlar yozasizlarmi? Ana bir aytib berdilar-chi. Rashid 600 ming so'm so'ramoqda. Endi navbat savolga. Savol degan bolamiz bormi? Arzumda bo'lasan. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, ustozlar. Mana bugungi bayramimiz, Alifiy bayramimiz juda ham zo'r o'tdi. Shu fursatdan foydalanib Hadicha ustozimiz sizni umringiz
mehnatlari singadigan yosh o'g'il qizlar bo'lib o'saversin. Sizlarga kattakon rahmat. Mana oldimizda kelayotgan yangi yil bayramini tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa bolajonlarni ko'pini bilib berib charchamang. Shu fursatdan foydalanib mana shu ota-onalarimizga rahmat deyman. Shu ota-onalar biz ustozimiz bilan birgalikda ishladilar. Yugurdi, yeldi. Mana bayramimiz zo'r o'tdi. Rahmat hammaga. Mashaqqatli kasblaringizga omad tilaymiz. Charchamangizni ishlar keling sahnangizda. Sevimli ota-onalarim nomidan sizga mana shu mukofotni topshiramiz. Olim oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Xonli bayramga yig'ilgan ustozlar, ota-onalar, o'quvchilarim, mana bugungi bayramimizni sababchilari o'quvchilarimiz hamda ota-onalariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta bu ota-onalarimiz birgalikda qilgan mehnatlarimiz natijasidir deb o'ylayman. E'tibor berganinglar uchun rahmat. Shunchalik hurmat qilib kelibsizlar. Rahmat tilayman.